Munisa Rizayeva men LGBTga qarshiman. Men LGBTni qo'llab-quvvatlamayapman. Men hech qanaqa translarga, geylarga yordam qilmayman deya video murojaat joyladi. Menga nisbatan haqoratli so'zlar, tahdidlar tarqalib bormoqda. Go'yoki men LGBT va shunga o'xshash turli yo'nalishlarni qo'llab-quvvatlayotgan emishman. Maktablarning birida o'qituvchi hamda o'quvchining onasi aks etgan video janjal ijtimoiy tarmoqlarda ko'plab muhokamalarga sabab bo'lmoqda. O'zingga ketasan. Xo'sh, ushbu janjal ortida nimalar turibdi va ushbu janjalga kim sabab va nima sabab bo'lmoqda? Ogohlantirishsiz dalolatnoma yozdingiz hozir. Ogohlantirishsiz dalolatnoma yozdingiz. Mana ogohlantirish bor. Mana ko'rsating yozganingizni. Barchasini albatta ushbu videorolik orqali bilib olasiz. Malol kelmasa, kanalimizga yangi bo'lsangiz, albatta obuna bo'lib qo'ying, chunki ushbu kanal siz uchun xizmat qiladi. Va ushbu videoyimiz kenglab va ko'plab, hattoki tegishli joylarga ham yetib borishligi uchun va san'atkorlarimizga hamda domlalarimizga yetib borishligi uchun o'z hissangizni qo'shgan holda bir dona like bosib qo'ying, chunki like'ni sonini ko'rib o'zlari xursand bo'lib qolsin. Biz esa videoni boshladik. Oxirgi paytlarda jinsiy faollik susayganmi? Hissiyot yo'qoldimi? Peshobdagi muammolar tinchlik bermayaptimi? Endi xavotirga o'rin yo'q. Yangi tabiiy yechim yordamida 5 kunda o'zgarishni sezing. Quvvat tiklanadi, hissiyot uyg'onadi, ishonch qaytadi. Hayotingizga kuch va baxt olib keling. Tabiiy yo'l bilan hech qanday kimyoviy dorilarsiz. Bugun sinab ko'ring. Natijasini o'zingiz ko'ring. Tabiiy yechim 5 kunda natija. Batafsil ma'lumot uchun quyidagi raqamlarga murojaat qiling. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar. Siz Hayot TV kanaldasiz. Sizlar bilan bloger Hayotbek. Xo'sh, Munisa Rizayeva bundan bir necha kun oldin jonli efir paytida men Jasminaga odam jo'natdim, men unga yordam qilyapman deya iddao qilgan edi. Siz kuchlisiz, sizga Jasminga yordam bering. Qo'lingiz og'irligi yetadi, ishonamiz. Do'stlar, Turkiyada hech qanaqa pulga ham chiqazolmaysizlar, to'g'risi. U yerda o'zini qonuni bor. Men hech kimni tanimayman Turkiyada. Va Jasmin qamaldimi? Birinchidan qamalmagan. Hozirgi kunda prosta yopib qo'yishgan. Opa Jasmin chiqadimi? Xudo xolasa chiqadi. Endi men fol ocha olmayman, xudo emasman. Alloh biladi faqat. Nima bo'lyapti, qanaqa bo'lyapti, lekin bizga mana advokat shunaqa deyapti. Endi xo'sh, buni ko'rgan ustoz Abror Muxtor Ali domla bu san'atkor nega bunday bu transga, bu maxluqqa yordam qilyapti? Balkim buni sherigimi u ham deya gapirib o'tgan edi. O'sha qamalgan haromxo'r, isqirt, gadobo'yni jinoyatiga Munis sherik birodarlar. Munis sherik. Yo chiqib tavba qilsa, o'zi xalqimiz kechirsa, balki tavbasi tavba bo'lar. Bo'lmasa sherik. Uni ashnaqangi targ'ibotida teppa-teng sherik. 5 million ta'qibchisi bor ekan Instagramda. 5 million odamni auditoriya qilib olgan, ana undan keyin biznesni boshladi. Nima bo'lsa sotishni boshladi. O'sha paytlarda chiqib gapirdik, aytdik. Bu borada men Dalil.uz adminlariga ham tashakkur aytaman. Ular ham har qanaqangi bunaqangi shantaj-montajlardan qo'rqmay, shaxsiy obro'sini o'ylamay, millatni o'ylab, xalqimizni bunday kasalliklardan tozalashimiz kerak deb qahramonona, fidokorona harakat qildi. Mana natijasi hamin qadar erishdik. Mana shu natija yetadi bizga o'zi. Bundan keyin nima bo'ladi? Uni lobbilari harakat qiladimi? U tanish bilish qiladimi? Bu yog'iga yana davom etaveramiz. Lekin 1-0. To'g'rirog'i 10-0. G'alaba qozondik hozircha. Va bilamizki, oqibatda ham g'alaba qozonamiz. Bular yutishi mumkin emas. Mumkin emas, dunyoni mezoni buzilib ketadi. Bular yutgan kuni qiyomat bo'ladi.
Hadis shariflarda kelgan-ku, ha? Qiyomat qachon bo'ladi desa, umuman jirkanch ifloslarning ustiga qiyomat bo'ladi. Yaxshi odam bo'lsa, bir dona Alloh deydigan odam bo'lsa qiyomat bo'lmaydi. Qiyomatni to'xtatib turganlar iymonli odamlar, zokir odamlar. Qiyomat galuboylar, kofirlar, murtadlar, haromxo'rlar ustiga bo'ladi. O'shaning uchun haligi ba'zi duo bor-ku, dunyo turguncha turgin degan duo. Ba'zilar shuni duo deb o'ylaydi. Yo'q, bu qarg'ish bu. Dunyo turguncha turish xavfli. O'ta xavfli. Dunyo tugaganda faqat kofirlarning ustiga tugaydi. Ko'p o'tmay Munisa Rizayeva o'zini ijtimoiy tarmoq, ya'ni Instagram sahifasiga men LGBTga qarshiman, men LGBTlarni targ'ib qilmayman, men LGBTga men yordam bermayman deya videorolik joyladi. Avval shuni bir ko'rib olsak, marhamat. Men muhabbatni tanlayman. Assalomu alaykum. Hozirgi kunda menga nisbatan haqoratli so'zlar, tahdidlar tarqalib bormoqda. Go'yoki men LGBT va shunga o'xshash turli yo'nalishlarni qo'llab-quvvatlayotgan emishman. Bu albatta meni xavotirga solyapti. Shu vaqtga qadar men bunday yo'nalishlarni targ'ib qilmaganman va qo'llab-quvvatlamayman. Jasmin meni homilador holimda nimalar demadi. Oilam haqida videolar chiqardi. Men haqimda ham mishmishlar tarqatib, menga qarshi turli provokatsiyalar tashkil qildi. Men uni kechirganman va hammani kechirimli bo'lishga chaqirganman va chaqiraman. Kechirimli bo'linglar, do'stlarim. Men doim odamgarchilikni saqlab qolish haqida aytaman. Ko'p guvoh bo'lyapmiz, jamiyatda shunday yo'nalishlarga yoshlarimizni qiziqishini battar orttiryapti. Yarani ustini yopganimiz bilan u tuzalib qolmaydi, do'stlar. Uni kelib chiqishini topish kerak. Davolash kerak. Hammamiz bir yoqadan bosh chiqarishimiz haqida deb o'ylagan edim. Siz hozir menga tahdid qilganingiz bilan, bolamdan qaytishi haqida haqoratlarni yuborganingiz bilan men indamay ham qo'yarman. Lekin biz musulmonmiz. Dinimiz muhabbatni targ'ib qiladi. Kimnidir ortidan g'iybat gunohligini mendan yaxshi bilasiz. Faqat shu haqida yozasiz o'zi. Bilasizlar, kimga aytyapman bu narsalarni? Muhabbatingizni avval o'zingizga ko'rsating, aka. O'zingiz bilan kelishing. Siz nimani tanlayapsiz? Nimani targ'ib qilyapsiz? Dinimizni hurmat qilgan holda mavzuga chek qo'ymoqchiman. Har biringiz o'z hayotingizga o'zingiz javobgarsiz. Savol-javob vaqtida ham har bir yozgan va gapirganimiz bo'yicha so'ralamiz. Men nima haqida gapirganimni yaxshi bilaman. Iltimos, menga turli targ'ibotdagi videolarni yuborib, g'iybatga sherik bo'lmang, do'stlar. Sizlarni Alloh uchun yaxshi ko'raman. Siz uchun ijod davom ettiraman, aziz muxlisim. Iltimos, meni boshqa bunaqa videolar bilan bezovta qilmang. Men bu mavzuga boshqa qaytishni xohlamayman va boshqa hech qanaqa provokatsiyalarga e'tibor bermayman va javob bermayman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yana bir marta men muhabbat tarafdoriman. Rahmat. Bu barchasi ham emas. Mani hech qanaqa ogohlantirishsiz dalolatnoma yozdingiz hozir. Ogohlantirishsiz dalolatnoma yozdingiz. Mana ogohlantirish bor. Mana ko'rsating yozganingizni. Qani ogohlantirish? Bemalol, ana kamera turibdi. Qani ogohlantirishingiz? Sizga ogohlantirish og'zaki beriladi. Otamlar yig'ilishga kelganmisiz? Shoshmang. Bu meni shaxsiy mulkim. Xatda yozilgan. Xatda. Ya. Shaxsiy mulk ko'rib qo'yinglar mana. Chiqing. 138-maktabni direktorlari meni chiqarishyapti. Mana urib chiqarish. Hamma kameralari zabt qilyapti. Hammasi. Meni hech qanaqa ogohlantirishsiz qo'limdagi telefonimgacha tortib oldingiz, ha? Urmaysizmi endi? Ha? Urmaysizmi endi?
Nima yolg'on gapiryapsiz? Ne yolg'on gapiryapsiz? Ne tuhmat? Ko'shinlaqqa. Ko'chaning gapini gaplamang bu yerda. Nima gap gapirdim? Ta'limni bilib turgan oliy ma'lumotli inson. Sen menga qo'l ko'tarding-ku sen. Sen o'zing. Men yolg'on gapiraman. Xonangda qo'l ko'tarding-ku, xonangda. Xonangda qo'l ko'tarding. Xonangda. To'xta. Shoshmang, siz nima qo'lingiz cho'zyapsiz? Siz nima qo'lingiz cho'zyapsiz? Siz nima qo'lingiz cho'zyapsiz? Shoshmay tur. Qarang, o'zingiz qo'l cho'zyapsiz, o'zingiz Men zabt qilyapsiz. cho'zmayapman. Cho'zyapsiz. Mana Haqqingiz yo'q. Haqqingiz yo'q qo'l cho'zishga. Haqqingiz yo'q qo'l cho'zishga. Ichkarida kamera yo'q. Ichkariga kirganda do'pposlab tashladlaring meni. Ichkariga kir. Mana. Ha, Telefoningizni oling. Telefoningizni yig'ishtiring. seni haqqing bor ota-onalarni urishga. Men ittarasan, men hali senga tegdimmi? Qo'lingni to'q. Ya. Nima? O'zingdan ketasan, ha? O'zingdan ketasan, ha? Nima o'zingdan ketasan? Dal shu. O'qituvchilarga Dal shu. Senga hali hurmatingni bilib gapiryapsan. Yo'q, sen hurmat qilma. Sen hurmatni bilmaysan. Sen butun anaqang bilan hurmatni bilmaysan. Teginma, bo'ldi, teginma. Yo'q, meniki ham kerak. Teginma, meni qo'lim yoshi teginma. Mana qonat. Teginma deyapman. Qo'yvor qo'limni. Qo'yvor qo'limni, yo'q. Qo'yvor qo'limni, yo'q. Yo'q. Vijdon bormi sizda? Sizlar uyalinglar birinchi. Vijdon bormi? Bolani bor. Sizlar uyalinglar birinchi. Ta'minlab qo'y. Sizlar uyalinglar birinchi. Sizlar Bolani uyalinglar. vaqtida ta'minlab Oliy qo'y. ma'lumotliman, oliy ma'lumotli. Koridorda o'qiysan hamma. Sen ilmi yo'q. Xo'p, to'ppa-to'g'ri. Sizlar zo'rsizlar, bo'ldi, gap yo'q. Ilmlilarni ahvoli shu bo'lsa, qilasan u ishingni. ilmli oliy ma'lumotli ahvoli shu bo'lsa, men bo'lmayman. Maktabga kelib ishtirgan o'qishlarga jazo tortiladi, Hech bilasizmi? narsa qilganim yo'q. Yig'ishtiring Men telefoningizni. gaplashgani Siz ruxsatsizlik olganingiz uchun javobgarlikka tortilasiz. Shunday narsa javobgarlikka tortilasiz. Sansirama. Sansirama. Hech kimga yaratmang. Sen kimsan sen? Sen kimsan sen? Mana sansirayman. Sansirama. Tirrancha. Xo'p. Sen bolangga javob bera olmaysan? Xo'p, bo'ldi, tamam. Hozir sizlar ham ko'p narsaga javob berasizlar. Juda yaxshi. Juda yaxshi. Mana qo'llarimgacha ham yulib qonatib tashlagansiz. Hammang. Ko'kartirib qo'llarimni. Ikkinchi solih ekan. Hammang bitta uchaling birdaniga yopishib urdilaring. Shantajni qilma. Shantaj emas. Ko'r, kamera, mana meniki ham olib turibdi. Kamera. To'xta. Ahvolingni ham ko'rib turibdi. Sen shantajchilikni o'tmaydi ber. O'chmaydi. O'chmaydi bu kamera. O'zingni yig'ishtirib olib o'tir. Xo'p. Ya. Nima? O'zingdan ketasan, ha? O'zingdan ketasan, ha? Nima o'zingdan ketasan? Dal shu. O'qituvchilarga Dal shu. Senga hali hurmatingni bilib gapiryapsan. Yo'q, sen hurmat qilma. Sen hurmatni bilmaysan. Sen butun anaqang bilan hurmatni bilmaysan. Teginma, bo'ldi, teginma. Yo'q, meniki ham kerak. Teginma, meni qo'lim yoshi teginma. Mana qonat. Teginma deyapman. Qo'yvor qo'limni. Qo'yvor qo'limni, yo'q. Qo'yvor qo'limni. Bugungi videolarimiz shulardan iborat edi. Kelgusi video rolikda ko'rishgunga davr sog' bo'ling, omon bo'ling. Aytganimdek, kanalimiz yangi, sizlar uchun xizmat qiladi. Obuna bo'lsangiz, albatta biz xursand bo'lib qolamiz. Yaxshilik hech qachon qolib ketmaydi. Salomat bo'ling.